Odatiy manzarani ko'rsataman. Faqat yaxshilab o'ylanglar. Ko'rgili keladimi yo'qmi bilmadim-ku, lekin boyam, kambag'alam hammamizning boradigan manzilimiz bitta. Mittimiy jamoasi a'zosi marhum Farhod Mannopovning shifokori nega qamalmadi? Bunga blogerning do'sti Banir Ulug'bek Shodibekov izoh berdi. Hammasi hal bo'ldi. Oqlandi-da, doktor oqlandi. Qamalmadi. Yo'q. Aybsiz deb hisoblandi. Nimani hisobiga? Qo'l qo'yilganmi? Yo'q, anestezologda ayb bo'lgan deb aytishdi. Endi shuncha ekspertizalar qilindi, hamma narsa ko'rsatilindi. Men to'g'risini aytsam, oxirgi etaplarda aralashmadim. Sababi Farhod onalari aytgan edi, bolam qo'y, kerak emas. Sen menga keraksan. Bundan keyingi jarayonlarda o'zingga zarar qilib qolmasin. Sen balkim kuching yetar, balki yetmas. Shuning uchun lejba to'xtata qol deb menga ancha oldin aytishgan edi. Glavniy sudga topshiraylik, eng yaxshisi o'sha yerda hal bo'ladi baribir. Bu dunyoda bo'lmasa, u yerda baribir savol javob bo'ladi. Shuning uchun bizga kerak emas. To'shta Xudo xohladi uni jonini olishi oldi. Farhod shu joy jannatda bo'lsin deb aytdilar.